Gazoblovlarimizni avtoreska yordamida kesish jarayoni ko'rishingiz mumkin. Bismillah, boshlaymiz mana. Diagonalda hamda chiroyli kesadi. Yo'llarni kesilgan holatdagilardan ko'rsatamiz. Juda bir chiroyli. Ish sifatini yaxshilaydi. Sifatda albatta sonini ham, ishchilari mehnatini ham albatta yengillatadi. Mana o'zi kesib bo'ldi. O'zi o'chib, endi tepaga ko'tarilmoqda. Ko'rishingiz mumkin. O'zi tushib, kesib, o'zi tepaga albatta ko'tariladi. Hamda bu yonboshga o'tib, qurish jarayoniga o'taveradi. Oshcha shovqini ham yo'q. Qimillashlari ham yo'q. Juda ham mustahkam qilib, baquvvat tayyorlangan. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu yoqda polniy penablok hamda gazoblok apparatlarini yasaymiz. Bu yerda mana mushalkalarimiz bor. Avtoreskalarimiz ham bor. Bemalol gazoblok, penablok sohasida sizlarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda nomerlar yozib qo'yamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Biznes qilishdan qo'rqmanglar.